Salom do'stlar, sizlar bilan Soccer Vibe kanali va bugun biz sizlar bilan top 5 chempionatlarining yakuniga yetgan turlar haqida gaplashamiz. Qani bo'lmasa, ketdik. Demak, birinchi bo'lib Angliya Premyer Ligasidan boshlaymiz. Angliya Premyer Ligasida 23 tur o'z yakuniga yetdi va bu turni markaziy uchrashuvi shubhasiz Emiratesda o'tkazildi. Bu uchrashuvda Arsenal kutilmaganda o'z maydonida Manchester Unitedga 2-3 hisobida imkoniyatni boy berdi. Bu g'alaba orqali manchesterliklar turnir jadvalida ham 4-o'ringa ko'tarilib olishdi. Arsenal esa o'z raqiblarini yaqinlashtirib qo'ymoqda. Uchrashuvga to'xtaladigan bo'lsak, Arsenalning katta ustunligi bilan o'tdi deb ayta olmaymiz. Deyarli teng kurashlar. To'g'ri, biroz ustunlik qildi Arsenal, ammo Manchester vaziyatlardan foydalandi. Kam XG bilan 3 ta gol urishga muvaffaq bo'ldi. Bu ular uchun ancha yaxshi. Arsenal esa to'pni ko'proq nazorat qilishga qaramasdan aytali hujumlardan qo'l olgani yo'q. Gollarga ham e'tibor bersak, bir hafta gol, ikkinchisi ham qandaydir kutilmagan holatda darvozaga kirib ketdi. Mana shunaqa qandaydir tasodifiy gollarga o'xshab tuyuldi. Oldingidek Arsenalni o'zi hujum qilib urilgan gollarga o'xshamadi. Ammo shunday bo'lsa ham Manchesterga qoyil qolish kerak bo'ldi. Kerak murabbiy bo'lgandan so'ng ketma-ket birinchi va ikkinchi o'rindagi jamoalarni mag'lub etishga erishmoqda. Balki qoyil qolish kerak bunga. Balki Manchester va nihoyat o'z murabbiyini topgandir. Muxlislar, sizlar ham o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bu biz uchun ham qiziq. Shunday qilib Manchester turnir jadvalida 4-o'ringa ko'tarilib oldi. Bundan tashqari Manchesterning ikki ta'qibchisi ham o'z uchrashuvlarini o'tkazishdi. Chelsea hamda Aston Villa jamoalari ham mehmonda g'alaba qozonishdi. Demak, turnir jadvalida Arsenal birinchi o'rinda 50 ochko ko'rishingiz mumkin. Qolgan ikkinchi va uchinchi o'rindagi jamoalar o'zaro yaqin, teng ochkolari va 4, 5, 6 bundan pastdagi jamoalar ochkolari ham juda ham bir-biriga yaqin zid joylashgan. Birgina ochko yo'qotish jamoani 2-3 o'rin pastga olib ketib qolishi mumkin. Aprelda shunaqa gaplar, La Liga doirasida ham ketuvchi uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Undan Barselona hamda Atletico o'z uylarida ortiqcha qiyinchiliksiz g'alabaga erishdi. Barselona so'nggi o'rinda bo'layotgan Aveironi 3-0 hisobda mag'lubiyatga uchratgan bo'lsa, Atletico Madrid ham Mallorcani xuddi shu hisobda mag'lubiyatga uchratdi. Va siz Ispaniya chempionatida Barselona birinchi o'rinda bormoqda. Kechagi g'alabadan so'ng yana joyiga qaytdi Barselona birinchi o'ringa. Ikkinchi o'rindagi Real bilan farq esa 1 ochkoni tashkil qiladi. Atletico ham 3-o'ringa mustahkam joylashib oldi desak bo'ladi. Hatto Villarrealning ham yana bir uchrashuvi bor. Bir o'yin kam o'tkazgan Villarreal g'alaba qozonsa Atletico bilan ochkolar tenglashib oladi. Lekin to'plar nisbatiga ko'ra ehtimol Atletico 3-o'rinda qoladi. Bundan tashqari do'stlar, eng qiziq kechayotgan chempionatlardan biri bu Italiya A seriyasi. Italiya A seriyasida bomba 2 uchrashuv bo'lib o'tdi. Nafaqat turni, balki A seriyaning eng markaziy o'yinlari ham bo'lishi mumkin. Chunki qarang, 2 va 3-o'rindagi jamoalar, 3 va 4-o'rindagi jamoalar o'zaro bahs olib borishdi do'stlar. Bunaqasi bir turda bo'lishini o'zi fantastikada. Xo'p, demak, Milan va Roma o'zaro uchrashdi. Shu kutilganidek janglar bilan juda ham shiddatli tarzda kechdi va jangovar 1-1 hisobidagi durang bilan o'z yakuniga yetdi. Uchrashuvda Roma juda ham katta ustunlik qildi. Ayniqsa birinchi taymda ketma-ket hujumlar, darvozabon seyflari Milanga yordam berdi. Taymda katta ustunlik bilan o'tkazishiga qaramasdan gol kirita olmadi Roma va 0-0 hisobda jamoalar tanaffusga ketishdi. Roma o'z imkoniyatlaridan foydalana olmagandan keyin albatta Milanda ham vaziyatlar bo'lishni boshladi va Milan bu vaziyatlardan foydalandi. Ikkinchi taymda oxirroqga borib Milan o'z vaziyatini kutdi va undan foydalandi. Lekin u ham bu golni uchrab qola olmadi. Sabab penalti.
Penalti sabab Roma hisobni 1-1 ko'rinishga olib keldi va bu hisob uchrashuv oxiriga saqlanib qoldi. Lekin uchrashuv juda ham qizg'in bo'ldi. Agar ko'rganlar bo'lsa biladi, ajoyib uchrashuv voqeaga aylandi. Bundan tashqari Juventus ham o'z maydonida Napolini mag'lubiyatga uchratdi 3-0 hisobida. Yaxshi uchrashuv bo'ldi u ham. Hisobni ko'rib oson g'alaba deyish mumkin, yo'q, bunday bo'lmadi aslo. Juventus tezkor gol kiritdi va so'nggi 2 golni uchrashuvning so'nggi daqiqalarida kiritdi. Bu oson g'alaba emas, bilasiz Napolini qanaqa salohiyatga, kuchga ega ekanligini. Bundan tashqari do'stlar, kecha kutilmaganda Saudiya chempionatida qiziq uchrashuv bo'lib o'tdi. Ya'ni Al-Hilol o'z raqibini mag'lub eta olmadi. Kutilmaganda deyishimiz mumkin albatta, chunki ko'pchilik albatta Al-Hilol g'alabasini kutganda bu uchrashuvda. Lekin uchrashuv 1-1 hisobidagi durang bilan yakuniga yetdi. Saudiya chempionati jadvaliga ham to'xtaladigan bo'lsak do'stlar, Al-Hilol hamon birinchi o'rinda 45 ochko. Ammo endi raqiblari biroz yaqinlashib qolishi mumkin. Al-Nasr va Al-Ittihod o'z uchrashuvini bugun o'tkazadi. Va bu orqali ozgina bo'lsa ham Hilol yaqinlashib olishlari mumkin. Fransiya va Germaniya chempionatini bilasiz. Aytgancha do'stlar, Germaniya chempionatida ham sensatsion natijalar bo'lib turibdi. Bavariya bu mavsumdagi ilk mag'lubiyatini qabul qilib oldi do'stlar. O'z uyida Allianz Arenada Augsburgga 1-2 hisobli imkoniyatni boy berdi Bavariya. Sensatsion tarzda. Shundan so'ng Borussia ham o'z uchrashuvini o'tkazdi. Ikkinchi o'rinda borayotgan Borussia Dortmund raqibini 3-0 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Oradagi farqni 8 ochkogacha olib kelib qo'ymoqda. Germaniyada shunaqa gaplar, Fransiyada esa PSG o'z o'rniga qaytdi. Lens mag'lubiyatga uchragandan so'ng endi turnir jadvalida Paris Saint-Germain peshqadamlik qilmoqda. Do'stlar, shuningdek, legionerlarimizga ham to'xtalib o'tsak, 3 nafar legionerimiz to'p surayotgan Turkiya chempionatidan boshlasak, Turkiya chempionatida Galatasaray boshchilik qilmoqda. Kecha Fenerbahçe 2 va 3 o'rindagi jamoalar o'zaro durang natijaga qayd etishdi. Eldor Shomurodov va Abbos Fayzullayev to'p surayotgan Istanbul Beşiktaş jamoasi esa hozirda 6-o'rinda. Yaxshi yurish yaqin kelgandan so'ng jamoada anchagina o'sish ko'rishga muvaffaq bo'ldik. Bu biz uchun ham, terma jamoamiz uchun ham albatta quvonarli holat. Omad tilaymiz. Husniddin Aliqulov jamoasi esa Rizespor 11-o'rinda. Bilasiz, Rizespor asosan jon saqlab qolish uchun kurashadigan jamoa. Istanbul aksincha Yevrokuboklar zonasi uchun kurashadi. Buni o'rinlar orqali ham bilib qo'ysak bo'ladi. Undan tashqari do'stlar, Ozarbayjon chempionatida to'p surayotgan Umarali Rahmonaliyev jamoasi Sabah ham o'z uchrashuvini o'tkazdi. Bilasiz, Sabah hozirgi paytda o'z chempionatda 1-o'rinda bormoqda va kecha raqibini 4-1 hisobida mag'lub etdi. Umarali Rahmonaliyev ham 1 gol muallifiga aylandi. Ozarbayjon chempionatida agar Sabah jamoasi 1-o'rin bilan yakunlasa, hozirda yaxshi 2-o'rindagi raqibidan 4 ochko oldinda bormoqda. Agar shu pozitsiyasini saqlab qolib 1-o'rin bilan yakunlasa jamoa, keyingi yil katta ehtimol bilan Umaralini ham Chempionlar Ligasida ko'rishimiz mumkin. Do'stlar, ko'rishimiz mumkin. Bu yil Chempionlar Ligasida Ozarbayjon sharafini himoya qilayotgan Qarabog' jamoasi bilasiz ajoyib natijalar qayd etmoqda. Kuchli gran jamoalar bilan kerak bo'lsa g'alaba uchun harakat qilib, xuddi shunaqa jamoa bo'lishini ham tilab qolamiz Sabah jamoasini va Umaraliga ham faoliyatda omad tilaymiz. Yana bir legionerimiz bor do'stlar, bu Belgiyada to'p surayotgan Muhammadali O'rinboyev. Uning jamoasi ham o'z uchrashuvini o'tkazdi va 0-2 hisobida imkoniyatni boy berdi. Umarali zaxirada qoldirildi. Do'stlar, futbol yangiliklarini yana bitta bom xabar bo'ldi. Kecha ko'rgan bo'lsanglar, agar to'g'risi o'zim ham ko'rib hayratda qoldim. Agar kim ko'rgan bo'lsa biladi. O'sha biz bilgan Manchester Unitedni, shonli Manchester United eng faxrli o'yinchilaridan biri
Angliya Premyer Ligasi Chempionlar Ligasi g'olibi, 2016-yilgi Yevropa chempioni Luis Dani faoliyatini yakunlagan edi. Endi yaqinda xabar chiqdi, u qo'shni Qozog'istonning Aktobe jamoasi bilan shartnoma imzoladi. Qoyil, shunchaki respekt. To'g'ri, yoshi o'tgan bo'lishi mumkin, lekin nom jihatdan Nani katta futbolchi ekanini bilamiz. Qo'shnilarimizga omad tilaymiz. Nasib bo'lsa, yaqin kunlar ichida Aktobeda Nanining uchrashuvlarini ko'rib qolamiz degan umiddamiz. Demak, do'stlar, bizda hozircha shular. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Zero bu yangi kanal, sizni qo'llab-quvvatlashingiz bizni keyingi videolar uchun motivatsiya bo'lishi mumkin. Dana so'ragandan ko'ra podpiska so'ragan menimcha yaxshiroq deb o'ylayman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, keyingi sonlarda ko'rishguncha.